Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Yaxshi keldinglarmi? Oldin kelganman, teatrlarga tushib turardik. Bugun ilk bor monolog o'qiysizlar sahnaga chiqib, shu fursatdan foydalanib sizlarga men monolog beraman. Shuni chiqib o'qib berasizlar. Xo'p, faqat sahnaga chiqqanda buni ochasizlar. Xo'p. Marhamat. Repetitsiya qiladi. Taxminan shunaqa o'yladim. Gamletmi, Romeo va Julyettami? Bir monologini o'qiymiz shekilli. O'sha. Hayotimga kechirim xat kutdim o'sha narsani. Bilaman, dilingizni juda yomon og'ritganman. Ko'zingiz unaqa ham demayman. Lekin past ketkim kelmasdi. Kechirim so'rashni o'zingizdan kutardim. Har doim o'ylab qarasam ko'p joyda xato qilganman. Endi bunaqa bo'lishini umuman boshqacha bo'ladi. Sizdan so'roqsiz chiqmayman ko'chaga. Yo'q, bo'lmas edi. Haqiqat edi. Shuni bir sizlar bitta shunda o'qib bera olasizlarmi? Faqat tez. Men esimda qoladi, o'zim qo'shib chatib chiroyli qilib anaqa qilib yuborardim. Iloji bormi? Konvert bor. Mani juft halolim, umr yo'ldoshim Mohira mehribon Alloh guvohligida senga bergan azoblarim yoki qattiq gapirib dilingni ranjitganlarim uchun sendan kechirim so'rayman. O'sha umrimizni qolgan qismini Xudo xolisa baxtli, farovon, shod-xurramlikda kechirishga harakat qilaman Xudo xolisa. Kechirim so'rab turish kerak ekan. Avvalambor kechirim so'raydigan ish qilish kerak emas. Naqramiz. Yo'q. Aqrabamiz. Bo'ladi, lekin zo'r joy ekan. Keladigan joy. Bu sizga. Bo'ldi. Marhamat. Birinchi marta chiqishim bilan sahnaga. To'g'risi. U xatni tashlab deb o'yladim men. Olib qo'ygan ekan, saqlanib qilib qo'ygan ekan u. Salom hayotim Dilijon. Shuncha bergan azoblarimni tushunib yetdim. Sendan ming marotaba kechirim so'rayman, deb Dilmurod. Bo'ldimi? Oxirigacha o'qing. Ha. O'qidi uyalib. O'zim yuzimga aytmaydi hecham. Endi bu yog'iga ota-onamizni haj safarlariga jo'natamiz. Ichish, chakish tashlayman. Faqat bu yog'iga sen ishonsang bo'ldi, jonim. Jonim, seni chin yurakdan sevaman. U ham tushunmay qoldi. Azizim, hayotim, borlig'im. Meni kechiring. Sizga bergan ozorlarim uchun kechiring. Meni tanlagansiz va men bilan baxtli bo'lmoqchi bo'lgansiz. O'zim anglamasdan sizni xafa qilgan bo'lsam kechiring. Balki sizni hayotingizga kirib, sizni yashash tarzingizni yomon bo'lishiga aybdor bo'lgandir balki. Siz hammadan yaxshisiz va yaxshi yashashga, baxtli yashashga loyiqsiz. Sizga e'tiborim sizningcha kam bo'lgan bo'lsa, meni kechiring. Sizga so'ramasdan o'zimga kerakli narsalar olganim uchun meni kechiring. Sizni idealingizdagi ayol bo'lolmaganim uchun meni kechiring. Kechiringman. Yig'lagim kelur nimagadir yana. Yig'lamay qo'ydim. Bilmasam. Zo'r bo'ldi. Kayfiyatim shunaqa ko'tarildi. Shu bilan endi bu yerga xafa qilmayman. Hop. Ancha bo'ldi quchoqlamagan, quchoqlab oldim. Bahonada. Yat bo'ldi. Nega? Quchoqlab oldingiz-ku?
Qattiq uyda quchoqlash kerak edi o'zi. Juda. Teatrgami? Yoshligimda kelganman. Degan aktyor bo'lib keldik. She'rmi yoki shunga o'xshagan kitobdan olingan biror narsamikin deb o'yladim. Qarasak o'zimiz yozgan narsa ekan. Hozir bitta qaytarib Sizchi? Meni kechir degan asar. Meni asalim bobosim. Sizni sevaman. Men proyektga kelib bildimki, men bemehr bo'lgan ekanman. Sizlarni hech o'ylamasdim. Meni kechiring, asalim. Sizni juda ham sevaman. Borim bilan. Yo, pas o'qib berdim. O'zim demay qolaman biran. Mana. Asal shunday. Salom. Salom. Salom meni jonim debsiz. Amallab o'qib berdim. Asalim meni jonim, yoningizda bo'lsam deyman har doim. Ko'proq mehrimni berishni xohlayman. Hech yo'q, bitta gul bergim keladi sizga. Meni bobosim, sizni sevaman. Obekam unaqa ko'p kechirim so'ramaydi. O'zi erkak kishi kechirim so'ramaydi-yu. Begim, siz bilan birga o'tkazgan 6 yil davomida sizni juda ko'p xafa qilganman, bilaman, lekin siz unchalik bildirmaysiz. Sizni sevmasam yaxshi bo'lardi deb gapirib, sizni xafa qilganman. Bu uchun sizdan uzr so'rayman. Siz har doim biz uchun, oilamiz uchun harakat qilganingizni endi tushundim. Dilingizni og'ritgan bo'lsam, har bitta gapim uchun uzr so'rayman. Kechiring. Sizni Alloh roziligi uchun yaxshi ko'raman. Kechiraman. Qizim kechiring. Yoki o'zimiz alohida qo'yganda boshqatdan o'qib berdi. Meni ko'rsatmangiz deyishadi-yu. Tushunmagan edi. Sizdan topa olmaysizmi? Dabdurustdan chaqirib qolishdi. Sahnaga marhamat. Darosga tushuntirman. Men tushundim. Nima? Monolog. Biz rol o'ynasak kerak deb o'yladik. Qarasam, o'zimni yozgan xatim. Хочу попросить прощения за то, что врал, еще за то, что забывал дарить подарки каждый день. Забыл, что был с семьей с тобой. Когда ругалась ты, я бил тебя. С тобой на улице гулял я редко. Не дарю цветов, конфет. Я говорю люблю, а сам не знаю, не уверен, что любишь ты меня. Xo'jayinim ruscha yozgan, tushunmasam ham ta'sirlandim, chunki yurakdan his qildim shekilli. Прости за то, что пил. Прости за все слова, которыми обидел. Прости, что я обещал, что я общался редко, с работы приходил я поздно. Люблю тебя. Boshqacha bo'ldi. Психолог сказал написать, я написал. Прочитал, в чем проблема. Нет. Qachondir o'qishim hayolimga ham kelmagandi, lekin muhabbatnoma. Salom meni hayotimning mazmuni, mehriga limmolim to'la qalb egasi. Bu xatni sizga yozishimdan maqsadim sizni butun borlig'im bilan sevishimni izhor qilmoqchiman. Siz bu dunyodagi suyangan tog'im, ishongan bog'imsiz. Qoningizda oqayotgan jo'shqin muhabbat o'chmasligini Allohdan so'rayman. Я и люблю тебя. Bu narsa kerak. Biz pastda yana perevod qilib berdik bir-birimizga.
marhamat. Gruppa hormaydi. Konvertga yana qanaqadir shart deb o'yladik-da. Muqimiy teatr sahnalariga ham chiqqanman deysan-da. Bu asar emas, o'zimni xatim. Birinchi kechirim xatini yoki sevgi xatini o'qiylikmi? Menda Birinchi kechirim, keyin sevgi xati. menimcha bitta ekan. O'zimizga tем bo'lib sahnada o'qitishadi deb o'ylamagandik. Azizim, bu xatni yozishdan maqsadim sizga to'g'ri baho bera olmaganim uchun sizdan chin qalbimdan uzr so'rayman. Yig'i aralash keldi. Siz meni suyangan tog'im ekanligingizni bilgan bo'lsam-da, menga suyangan, ya'ni men suyanchiqman degan fikrdaligim uchun uzr. Hammasiga siz aybdorsiz degan qarorlarim uchun sizdan uzr so'rayman. Mehringizni suiiste'mol qilganim uchun, oilam, ishim deb jonkuyarlik qilib kecha-yu kunduz tinmay mehnatingizni qadrlamaganim uchun uzr so'rayman. Siz hayotimdagi eng yaxshi insonligingizni bilmaganim uchun sizdan uzr so'rayman. Siz meni dunyodagi mehribon insonim ekansiz. Hayotimga sevgi xat. Meni hayotim, jonim, sizsiz hayotning o'zi yo'q. Men uchun siz meni borlig'im, siz mening jonu jahonim. Hayotni ham qizig'i yo'q. Sizsiz men uchun sizni hech kimga ishonmayman. Qanaqa bo'lsangiz shu xolischa qabul qilaman. Men sizni hech kimga alishmayman, faqat sizni deyman. Sizsiz dunyo qorong'u men uchun. Xasta bo'lma jonim, ado bo'laman. Mendan oldin o'lma, o'lik bo'laman. Senga men zor bo'laman, sensiz men xor bo'laman, azizim. Chetdan qaraganda qanaqa ko'rinadi bilmadim. Tomoshabinlar baho beradi. Ushbu xat orqali senga bo'lgan bemehrligim uchun, befarqligim uchun hamda seni eshitmay qolganligim uchun sendan kechirim so'ramoqchiman. Sendagi menga bo'lgan jahldorlik uchun sendan minnatdorman. Butun bir borlig'im bilan sendan kechirim so'rayman. O'zimni gulim, men seni atirgul kabi, tong otganda tushgan shabnam kabi sevaman. Hamisha qalbim to'rida, yana yuragimni malikasi bo'lib qolasan. O'zimni jonim erkatoyim, men seni osmon qadar sevaman. O'zimni quyoshim. Xasta bo'lma jonim, ado bo'laman. Men yig'lama, hammasi yaxshi. Erkaklik g'urur yo'l qo'ymaydi ko'pincha, lekin kechirim so'rash kerak. Rahmat sizlarga e'tibor uchun. Insonlar kechirimli bo'lsa, qanchalik bir-biriga bo'lgan muhabbat oshadi va bir-biriga bo'lgan yaqinlik yana ham ortadi. Sen ayolingga osmon bo'lgin, u senga yer bo'lsin. Sen ayolingga daraxt bo'lgin, u salqiningda o'tirsin. Ilohim, sizlar ayolinglarga doim qanot bo'linglar, ular uchsin. Qo'sha qarib, har doim baxtli bo'linglar. Жаным, жаным, жаным деші, аялап айтқан әнім деші, маған қарап күлімдеші сен. Жаным, жаным, жаным деші, аялап айтқан әнім деші, маған қарап күлімдеші сен. Әсем аппақ аққудайсың, жұлдыздай боп жарқырайсың, сүйдім сені ойлайсың ба сен. Жаным, жаным, жаным деші, аялап айтқан әнім деші, маған қарап күлімдеші сен. Жаным, жаным, жаным деші, аялап айтқан